Ana bu uzuk boğam xudo rahmatini uzugi. Bu uzugi taqasan-ku, ko'rinmas bo'lib qolasan. Nima demga bo'ylasan? Men nima qilayman? Shuni senga sotmoqchiman. Bittaroq pulni bersang bo'ldi. Hay shu ko'rinmas bo'ylab magazindan o'g'irlasang bo'lmaydimi? Men haromiga o'rganmaganman. Sen menga aroq pulni ber bo'ldi, ma. 15 ming bitta roq yetar. Rahmat Ismat, xudodan top. Ha. Shunda o'zi ko'rinmas bo'ylaman bunda. Ko'rinmas bo'ldimmi? Ha? Endi ko'rindim. Endi ko'rinmas bo'ldim. Endi ko'rindim. Nereye gidiyorsun? Tuvalete? Ay bak. Günde bugün 5 Mart'ta kiradi. Nima qilsa tuvaletda? Mana bu ko'raylik. Hayotim qiyinlashib ketdi, onamga ketsin. Men hayotga o'tdim bunday. Dadam kelib qolmasin. Kelajak hech kim gapirmasin. Mama! Mana! Yoshlar sigara chekayapsanmi? Mana! Yoshlar sigara chekayapsanmi? Dada, qanday o'zi birdan paydo bo'ldingiz? Qanidan ana uzuk sotib oldim. Darrov puli ham. Yo'qlar. Qanisiz? Dada. She'rdaman. Mana. Ko'ryapsanmi? Zo'r narsa. Nima demka bo'l ekaning buni to'qsang. Qaytib sigara cheka olmaysan. Cheksang o'ldiraman. Nereden geliyorsun? Jo'rlarim bilandim. Olib kelib bu uzuga qaytib olganingni ko'rmaydi, tushundingmi? Yomon maqsadda foydalanish mumkin emas. Tushunding? O't yo'qar. Men o'zib kelaman. Qayerga ketyapsiz? Bozorga borib kelaver, bozorga ketib keling.